بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مدد bilan sizlar bilan Xoliddin Mahmud Jahoniy hafizahullohning Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitoblarini dars etgandik. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin, bilganlarimizga amal qilishga Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh taolo qilayotgan amallarimizda va so'zlayotgan so'zlarimizda ixlos bersin. Mana bugun Jumada Saniyda 13-kuni. Bugun inshaalloh 11-darsimizni qilamiz. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin. O'tgan darsimizda ya'ni ro'za qiyomat kunida ro'za tutgan insonni shafaat qiladi, hattoki jannatga kirguncha degan sallohini o'qib, bunga hadislar dalil qildik. Alloh taolo qiyomat kuni mana ro'za Alloh taoloning huzurida ro'za tutgan odamni oldida turib mana hujjatlashadi toki jannatga kirgunga qadar. Alloh taolo ana shunday ro'zalari qiyomat kuni Allohning huzurida hujjatlashib shafaat qiladigan, ro'za tutib mana shunday shafoatlarga, ro'zasi bilan shafoatlarga erishadigan odamlarni safidan qilsa hammalarimizni. Alloh taolo mana tutayotgan ro'zalarimizni ham Alloh taolo o'zi ixlos bersin. Mana bu sallohamizda fadoil siyam, ya'ni ro'zani fazilatlari haqida o'zi dars qilgan edik. Buni 4-mavzuga to'xtagan ekanmiz. 4-mavzuda siyamu adafahu Allohu azza va jalla ilayhi idafatu tashrif va ta'zim. Va bayyana an ajrahu azimun la ya'lamuhu illa huwa subhanahu va ta'ala. Sheyx bir salloha keltiradi. Ro'za Alloh subhanahu va taolo ro'zani ya'ni sharafli ekanligidan va buyuk ekanligidan Alloh taolo o'ziga izofa qildi. Ya'ni o'ziga izofa qildi degani Alloh taolo ajr mukofotini o'zi berishini va'da qildi ya'ni. Va bayyana va Alloh subhanahu va taolo an ajrahu azimun. Ro'zani ajri buyuk ekanligini Alloh taolo bayon qildi. Ro'zaning ajri buyuk ekanligini Alloh taolo bayon qildi. La ya'lamuhu illa huwa subhanahu va ta'ala. Mana bu ro'zani ajr mukofotini bironta bir inson bilmaydi. Hech kim buni bilmaydi. Illa huwa, faqatgina Alloh subhanahu va taolo o'zigina biladi. Qaysi bir kishi Ramazon ro'zasini tutsa, farz ro'zani tutsa, buni ajrini faqat Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Va qancha mukofot berishini Alloh taolo o'zi biladi. Va Alloh taolo o'zi beradi buni. Mana bu hadislarda buni xabari kelgan. Bironta bir inson va bironta bir jin, bironta bir farishta buni bilmaydi. Alloh taolo o'zi biladi va buni ajrini Alloh o'zi beradi. Juda ham ajri buyuk. Chunki Alloh subhanahu va taolo buni ajrini faqat o'zim beraman dedi Alloh taolo. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala قال الله كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. رواه Buxoriy va Muslim. Buxoriy va Muslimdan rivoyat qilingan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Alloh taolo aytadi. Odam bolasining barcha amali o'zi uchundir. Illa siyam men uchun deydi. Ya'ni odam bolasining hamma amallari o'zi uchun. Illa siyam men uchun deyapti Alloh taolo. Buni ajr mukofotini o'zim beraman deyapti. Mana Alloh taolo ro'zani savobi shu darajada buyukki, buni ajrini o'zim beraman deyapti Alloh taolo. Fa innahu li, albatta u ro'za men uchun deyapti Alloh taolo. Bu ro'za men uchun faqat deyapti. Va ana ajzi bihi, men uni ajr mukofotini o'zim beraman deyapti Alloh taolo. O'zim mukofotlayman deyapti. Va siyamu junna. Mana bu ro'za junna va to'siq. Bu ro'za to'siq bo'ladi. Sutra, ya'ni to'siq.
va siyamu junna. Roza to'siq deganda sheyx mana bu hadisni sharhlaydi. Fa fi hadal hadis, mana bu hadisda bayanu izami fadl as-sawmi wal hasu alayh. Mana bu hadisda ro'zaning fazilati buyuk ekanligini bayoni bor deyapti. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo uni ajr mukofotini o'zim beraman deyapti. Ro'zaning fazli buyuk ekanligini bayoni bor va hasu alayhi, ro'zaga qiziqtirishlikni bayoni bor bunda deyapti. Sheyx 5-sallohada aytadi: "Siyamu yaqi sohibahu min athami fid dunya va an-nar fil akhirah." Roza tutgan odamni dunyoda gunohlardan saqlaydi. Bu oxiratda bo'lsa jahannamdan saqlaydi. Oxiratda bo'lsa jahannamdan saqlaydi. Hadis sabiq. Bu yuqorida bu hadisni aytib o'tdik, ya'ni yuqorida bu hadisni aytib o'tdik. Mana qiyomat kunida roza shafaat qiladi. Roza tutgan odamni qiyomat kuni shafaat qiladi. As-siyamu a'zamul ibadatu savaban. Roza savob jihatidan ibodatlarning eng buyugi. Mana 6-sallohani shay aytadi. Roza qanday ekan? Roza savob borasida ibodatlarning eng buyugidir. An Abi Umama radhiyallohu anhu qala ataytu Rasulullah sallallohu alayhi wasallam faqultu murni bi amrin akhudhuhu anka. Qala Rasulullah sallallohu alayhi wasallam alayka bis-sawmi fa innahu la mithla lahu. Rawahu an-Nasa'i bi sanadi sahih. Nasoiydan rivoyat qilinadi, uni sanadi sahih deyapti. Abu Umama radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Aytadiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldim. Faqultu, men aytdim dedi. Murni bi amrin. Ya Rasululloh, meni bir ishga buyuring deb aytgan ekan. Abu Umama radhiyallohu anhu. Akhudhuhu anka. Men mana shu ishni sizdan, ya'ni siz tarafdan ekanligini ushay. Ya'ni mana shunga men amal qilay deyapti. Men bir ishga buyuringki, mana shunga amal qilay. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, alayka, senga lozim bo'ladi bis savm, roza tutishlik dedilar. Senga roza tutishlik lozim bo'ladi. Fa innahu la mislalah. Rozani misli yo'q dedilar. Ya'ni rozaga o'xshashi yo'q. La mislalah, rozaga o'xshashi yo'q degani qanday desa, buni shay sharhlaydi. Ay fa innahu la mislalahu fi kasrati thawab. Ya'ni rozaga o'xshashi yo'q degani fi kasrati thawab, ya'ni savobning ko'pligida rozaga o'xshashi yo'q. Savobi ko'pligida rozaga o'xshashi yo'q. Payg'ambar alayhisalom fa inna la mislalah deb qisqacha so'z bilan payg'ambarimiz izohlayaptilar. Ya'ni uni o'xshashi yo'q, ya'ni unga o'xshashi yo'q. Qanday o'xshashi yo'q desa, savobning ko'pligida unga o'xshashi yo'q. Wala mislalahu fil kasrati shahwa. Shahvatning sindirishida, ya'ni yomon, insonni yomonlikka buyuradigan shahvatlarni sindirishida unga o'xshashi yo'q. Va daf'un nafsil ammara, yomonlikka buyuradigan nafsni daf qilishlikda rozaga o'xshashi yo'q. Va shayotin, shaytonlarni quvishlikka, shaytonlarni daf qilishlikda rozaga o'xshashi yo'q. Demak, inson rozalarda mustahkam bo'lishi kerak. Xosatan farz rozalarda mustahkam turishlik kerak. Va undan tashqari dushanba, payshanba kuni va nafl rozalarda inson bardavom turishlik kerak. Mana rozaga beriladigan, ya'ni rozaga beriladigan savobning ko'pligiga o'xshashi yo'q degan buni farz rozalar. Ya'ni farz roza, ya'ni ana shu farz roza, ya'ni xosatan farz rozaga tegishlik savobning ko'pligida, shahvatni sindirishida va yomon nafsni daf qilishida, shaytonlarni daf qilishida. Endi boshqa masalan payshanba, dushanba kungi rozalar, boshqa rozalar shahvatni sindirishida, yomon nafsni daf qilishida va shaytonni quvishlikda
farz ro'zadan boshqa ro'zalar insonga foyda beradi. Lekin savobni ko'pligi borasida bu ana shu farz ro'zalar, ya'ni farz ro'za. Alloh taolo hammalarimizni soimlardan qilsin. Alloh taolo mana bu ro'zani savobini o'zim beraman dedi. Ana shunday qiyomat kuni Allohning huzurida ro'zani savobini olayotgan, haqiqiy ro'za hayotda, haqiqiy ixlos bilan ro'za tutib savobini olayotgan Alloh taolo berayotgan soimlarni Alloh taolo bizlar safidan qilsin. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin.